Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2013-yil 9-oyda vatanimizda Xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan chet el yozuvchilarining nadir asarlaridan Farosatlik hayot nomli kitobni tanishtirmoqchimiz. Tuzguchi Gochen, tarjima qilguvchi Abduqodir Jaloliddin. Turmush ibrat bilan to'lgan bo'ladi. İnsanlarning ibratli kechirmishlari o'ziga xos ifoda shakllarini barliqqa keltirgan. Adabiyotdagi masal va hikoyatlar insonlarning ibratli kechirmishlarini bayon qilishga loyiq keladigan janrlar sifatida tarix davrlaridan o'tib, hozirmi iste'mol qimmatini ko'rsatmoqda. Bu kitobga kirgizilgan hikoyatlar G'arb va Sharq ellaridagi adiblar va ustozlar qoldirgan vasiqalardan terilgan boshaqlar bo'lib, hozirgi zamon kishilari duch keladigan ruhiyat va jamiyat hodisalarini yig'inchoq ko'rsatib berish ahamiyatiga ega. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin kitobida mundaq deydi. Ba'zida men qisqa, ibratlik narsalarni ko'rganimda alman-talman qalamga olib boqaman. Odatda xanzu o'qirmanlar ibratlik hikoyatlarga yetarlik erishib, safarda va oiladagi tanaffus vaqtlarida tafakkur qilgudek turklarga noil bo'ladi. Uyg'ur o'qirmanlarga aldirashliqda o'ylangudek xo'rish lozimdi degan o'yda qo'lingizdagi kitobning tarjimasiga sabab bo'lgan. Farosatlik hayot degan kitob nihoyatda qisqa hikoyalar bilan to'lgan bo'lib, oxirida sizlar bilan Taqdim nomli hikoyani huzuringizga sunib oxirlashtirmoqchiman. Agar qiziqsangiz, kitobni sotib olib, boshdan oxir o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Taqdim. Popning vazini anglagan bir odam qattiq hayajonlanib, Popning qashig'iga berib uningga o'zining borlig'ini Xudoga taqdim qilishga rozi ekanligini aytibdi. Bu gapni anglab, Pop uningdan: "Agar sizning ikki mashinangiz bo'lsa, birini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz?" deb so'rabdi ekan, u "Xohlayman" debdi. Pop yana: "Agar sizning ikki yurish uyingiz bo'lsa, bir yurishini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz?" deb so'rabdi ekan, u odam "Xohlayman" deb javob beribdi. Shuningdan keyin Pop texmi oddiy bir savol so'rabdi. "Agar sizning ikki jup xo'rum oyog'ingiz bo'lsa, bir jupini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz?" Bu chaqda haliq odam o'ylamagan yerdan "Yo'q, men xohlamayman" deb javob beribdi. Hayron bo'lgan Pop uningdan nima uchunligini so'rabdi ekan, u "Chunki mening ikki mashinam yo'q, ikki yurish uyimmi yo'q, biroq ikki jup xo'rum oyog'im bor" debdi. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tanishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklif